do'stlar, suhbatimizda davom etamiz. Mehmonlarimizni o'z joylariga taklif etamiz. Assalomu alaykum. Rahmat chiroyli ijrolar uchun. Mana shunday pozitiv ruhda kimnidir uyg'otib yuborgan bo'lsak, ma'zur qiling. Endi soat 8 dan o'tdi. Mana endi o'tdi 8 dan. 8 dan keyin uxlashga nima bor endi? Turing endi. Uyquchilar turing. Bu yigitlar bejizga kelishmadi. Shunchaki doirani chalishga emas, biroq suhbatga ham kelishdi. Biz har qanday doirachini ham taklif etmaymiz. Ularni yaxshigina yutuqlari bor. Hozir shu haqida gaplashamiz. Albatta, Jizzaxlik yoshlarimiz xalqaro tanlovda ishtirok etishdi. Ayni mana shu yoshlarimiz. Milliy cholg'u ijrochiligi yo'nalishi bo'yicha. Albatta, 6-8 noyabr kunlari Umijon Toshkent shahrida World Talents xalqaro tanlovi bo'lib o'tdi. Unda musiqa va san'atning 16 ta yo'nalishida 5 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan hamyurtlarimiz o'zlarining mahoratlarini ko'rsatishdi. O'zgardi, 7 yoshdan 70 yoshgacha, 5 yoshdan 70 yoshgacha va tanlov natijalariga ko'ra Jizzax ixtisoslashtirilgan san'at maktabining an'anaviy ijrochilik bo'limi o'quvchilari Mamadali Muqimov 1-o'rinni qo'lga kiritdilar. Umijon Xolmatov esa 2-o'rinni qo'lga kiritib, hammani hozir qanday qoyil qoldirishgan bo'lsa o'sha yerda undan 10 karra qoyil qoldirib, mana bugun studiyamizda mehmon bo'lib turibdi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mamadali, xayrli tong. Ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Tabriklaymiz mana shunday muvaffaqiyat bilan. 1-2-o'rin. Men o'ylardimki, bunaqa ijrochilikda jamoaviy tarzda odatda bahslashiladi deb yakka tartibda ham bo'lar ekanda doirada. Juda ham yaxshi qarang, maktab uchun, ya'ni o'sha markaz uchun juda foydali bo'libdi. 2 nafar o'quvchisi oltin, kumush. Hakamlar ham qiynalishgan bo'lsa kerak, ularni qaysi biriga 1-o'rinni beramiz, qaysi biriga 2-o'rinni beramiz. Xo'p, suhbatni boshlaymiz. Umijon, qanday o'tdi tanlov? Yaxshi. Nimalar bilan yodda qoldi? Shu do'stlar o'tirdi. Keling, bunday boshlaylik. Doiraga bo'lgan qiziq, ya'ni doira sozini chalishga bo'lgan qiziqish qachondan? Oilada bo'lganmi yoki dadam qiziqtirganlar. Xo'p. Necha yoshingizga to'g'ri kelyapti bu taxminan? 10 yoshimda. 10 yosh. Dadam qiziqtirganlar. Birinchi ustozim Hakim Jo'rayev. Xo'p. Yerda 2-sonli muzikalniy maktabda o'qiganman. Keyin hozirgi ustozim Adham Hojiyev. Shundan beri qiziqib ketganmiz. Davom etamiz. So'z bilan emas, mana zarb bilan ko'rsatib beradilar. Shapalog'im bilan gapiraman. Mamadali, sizda qanaqa? Kayfiyatlar yaxshimi? Rahmat. Kayfiyat tabiiyki a'lo darajada. Qanaqa boshlangan? Nima uchun aynan doira, zarb cholg'u asboblari juda ham ko'p ko'tarilar, lekin nima uchun doira? Doirani bilamiz, o'ziga yarasha sehri bor, lekin shunga yarasha o'ziga yarasha bir mashaqqati ham bor. Sizning savolingizga javob berib turing. Chiroyliroq fon bering faqat. Shunday doiraga sabab shu bobom ichki ishlarda ishlaganlar. Muqimov Mamadali Shermatovich. Lekin o'zlari shu doiraga qiziqqan odam bo'lganlar, doiralari bo'lgan. Har zamonda havaskor sifatida chalib turganlar. Keyin 6 yoshimda onam bilan o'sha muzikali maktabga boradilar. Birinchi ustozim Asiljon Haydarov, hozirgi ustozim Adham Hojiyev ustozimiz. Shu ustozlarni, ota-onalarni duolari bilan shu darajagacha chiqib yuribmiz. Umijon, Mamadali, bu xalqaro tanlov va muvaffaqiyat ham ajoyib. Va turgan gapki, bu birinchi tanlov emas, ikkingiz uchun ham. Keyingi paytlarda bilamizki, o'sha ijrochilik, ya'ni xonandalar uchun ham, sozandalar uchun ham tanlovlar juda ko'paygan palla. Yoshlar uchun zo'r imkoniyatlar bor. Birida o'xshamasa, ikkinchisida o'xshaydi. Lekin muvaffaqiyat qozonilmagan tanlovda ham albatta muvaffaqiyat qozoniladi. Jilla qolsa tajriba orttiriladi, to'g'rimi? Yana qanday bir yoki menga shunday tuyuladimi? Rostdan tanlovlar ko'payganmi buncha? Ko'paygan. Bu yoshlar uchun juda zo'r. Va endi savolimga o'tadigan bo'lsak, aynan doira sozini chalishda baribir odamning kuchi kerak. Ozgina ko'tarib turdim, ozgina noqulaylik bor ekan. Men bilgan doiralardan sal og'irroqdekmi? Shunaqami? Shunday. Siz o'sha magazinlarda sotiladigan doira ko'tarib ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Bu zakasnoy doirada, ya'ni buyurtma asosida tayyorlanadi. Buyurtma asosida. Bu nima? Anu tanlovlarda 1-2-o'rinni olib beradigan doirami? Bu professional doirachilarning doirasi. Professional. O'qitilgan doira. Diplomi bor doira bu. Shunaqa. Lekin baribir bu shunchaki yo'liga aytilayotgan gap. U haligi
kimni qo'lida bo'lishiga muhimda. Ya'ni kimni qo'lida bo'lishi muhim bu. To'g'rimi, Umijon? Har kuni mashq qilasizmi? Ha. Har kuni bo'ladi mashq. Endi mana tanlovdagi muvaffaqiyat, doira sozi bilan tillashish masalasida bir pauzalar bo'lib qoladigan bo'lsa, tanaffuslar bo'lib qoladigan bo'lsa, necha kungacha cho'zilishi mumkin bu? Uzoq bir kunga. Uzog'i bir kunmi? Men bir kutganim bir haftami, biroz dam berish holatlari bo'lar ekan. Men bunaqa deb o'ylamadim Umidjon, chunki studiyada o'sha bolalar doirani chalib kirib kelishayotganda e'tibor berdingizmi jarayonga? Ularni yuz ifodasi, o'zlari qilayotgan ishdan shunaqa mazza qilishyapti, zavq olishyapti. Men bildimki, demak bular o'zini rostdan ham mashg'ulotni topishibdi. O'zlarini yo'nalishlarini topishibdi, o'zlarini sevgan narsa bilan. Chunki inson o'zi tanlagan narsadan mazza qiladigan bo'lsa, boshqa insonlar ham bu narsadan zavq oladi. Mana Mamadalida ham, Umidjonda ham mazza qilib, ishtiyoq bilan har bitta zarfga o'ziga xos bo'lgan muhabbat berib chalishyapti va bu tabiiyki bugungi kabi xalqaro tanlovlarda ularga albatta katta-katta yutuqlar olib keladi. Faqat doira chalishni bilasizlarmi yigitlar yoki boshqa chorov sozlarni? Urupchanlarga zarbli chalg'ular hammasini chaladi. Hammasini chaladi. Daf, tabla. Juda zo'r. Bunday tanlov, xo'p, tanlovga qaytaylik. Ya'ni xalqaro tanlov. Xalqaro darajadagi birinchi tanlovmidi bu? Xalqaro darajada birinchisi. Hayajon qanday bo'ldi, Umidbek? Bo'ladi. O'ziga yarasha. Mana tasavvur qilaylik-da. Tanlovga zo'r tayyorgarlik ko'rgansiz. Kayfiyat ham yaxshi, lekin nimadir bo'ldida, haligi usul deyshadi-ku, o'xshamay qoldi. Davom etib ketish qanaqa bo'ladi? Ya'ni o'zingiz ham psixologik tayyorgarlik ko'radimi? Qanaqa bo'ladi jarayon? O'sha bildirmaslikka harakat qilib, ana bilan mimikalar bilan. Men hozir siz ishtiyoq masalasiga e'tibor qilgan ekansiz. Men hozir bu ikki yigitni kirib kelishida va ijro etayotgan jarayonida bitta narsaga e'tibor qildim. Doirachilar bir-biridan energiya olar ekan. Bir-biridan olar ekan, bir-biriga bir marta yaxshi usul qilib turishganda, ikkinchisi ham qo'llab-quvvatlab tursa, bir-birini haligi qo'llab-quvvatlash. Menga shunaqa tuyuldimi yo? Mamadali? Shunday. Shunaqa bo'ladimi? Endi bu tasavvur qiling-da, 10 nafar doirachi turadigan bo'lsa. Bir-birlariga ha. Shunaqada bu katta energiya hosil bo'ladi va bitta ma'lumotni bilamanki, men turli milliy cholg'u ijrochilar bor. Lekin men bitta narsani qat'iy ishonch bilan aytaman. Qolgan soz ijrochilari ham buni juda yaxshi bilishadi. Mamlakatimizda doira, ya'ni doirachilar oilasi, sulolasi deymizmi yoki katta oilasi bor va ular juda ahil va ularni haligi yig'inlari ham bor. Doirachilar yig'inlari deyishadi. Va bu ustoz shogird ko'rinishida bir an'anaga aylangan. Va mana shu avlodning davomchilari hisoblanishadi. Va ustozlardan yana qaysi jihatlarga e'tiborli bo'lib o'zlashtirish yo'lidasiz? Umidbekdan boshlaylik, keyin Mamadali sizga o'tamiz. Men adashmadim, shunaqa katta oila bor, doirachilar yig'inlari o'tkazib turiladi. Har yili bo'ladi va doirachilar ham o'zlarining bir yaxshi kunlarida bir-birlarini qo'llab-quvvatlab turuvchi an'analari bor. An'ana qadriyatlari bor. Eng katta o'sha ustozimiz Bobur Bahodirov. Uni shogirdlar Adham Ochilib, o'sha ustoz o'zlari boshqarib, hamma xarakterlarini o'z havas qilamiz ustozlarga. Mamadali? Hamma xarakterlarini o'rganamiz keladi. O'sha ustozlarni yo'lida ketishga harakat qilamiz. Ustozlarimizni chalish usullari, nafaqat shu Jizzax biz ustozimiz Adham Ochilov, ustozimiz ustozi Bobur Bahodirov, balkim butun O'zbekiston bo'yicha o'sha yig'in bo'ladi. Har yili, yangi yilda o'sha yig'inlarda ko'rishib, chalishlarini ko'rib, havas qilib, o'zimizga bir tushuncha olib, o'sha chalishlar bo'yicha zo'r, juda zo'r. Endi yigitlardan faqat shuni eshitmaylik, qanaqadir usul, qochirimlar ham bo'lsa, mana shu birgalikda doirani o'z egalariga chalsa bo'ladimi? Mijon, farqi yo'q, o'zini egasiga topshirib. Xo'p, buni eshitamiz. Odamning kayfiyatini ko'taradigan. O'zbek xalq terma usullari. Xo'p. Tayyormisizmi? Bir men nimadir qilay. 1 2 3 deyman, boshlaysiz. Nimadir qilyapsiz rostdan. 3 ket.
yashang. azamatlar. Zo'r, maza. Ofarin, maza qildim. Buni endi bilmadim hozir namoyish orqali qanchalik his etib qilishyapti. lekin studiyada turib biz juda maza qildik. Jonli efirda nimalardir bo'ldi. Nimalardir bo'ldi deb. Bilasizmi, doira bu o'sha cholg'u asboblari ichida eng yaxshi ko'radigan cholg'u asboblaridan biri. Haqiqatdan ham o'sha zarb bilan chalingan bir har qanaqa bir asar insonni bir hayajonga keltiradi, ichki bir emotsiyalarni uyg'otadi va to'y tomoshalarimizni hech biri aslo doirachilarimizsiz o'tmaydi. Mana erta tongdan uyg'onganingizda bo'lgan mana. Erta tongdan uyg'onganingizda mahallada qaysidir bir ko'chada karnay surnay doira ovozi eshitiladigan bo'lsa-chi, xursand bo'lib ketardim. Xursand bo'lasiz-da, odamning kayfiyati ko'tariladi. Qayerdadir to'y bo'lyapti. Odam zavqqa to'ladi, xush kayfiyatda bo'ladi-da. Hech kim ertalab uyg'onganda bu ovozni eshitganida albatta xo'mraymaydi. Va yana xursand bo'ladi. Uzoq ko'chalarda bizda shunaqa odat borki, uzoq ko'chalarda ko'chaning boshidan kuyov navkarlarimiz, ana shu doirachilarimiz bilan birgalikda kirib kelishadi. Bu o'zgacha zavq. Ba'zi shu qo'shilib ketsammikan shu kuyov jo'ralarning orasiga deb o'ylab qolardim. Esingizga tushib qoladi ba'zi narsalar. Xo'p, bejizga boya biz kirish qismida aytdik-ku, biz yaxshilik elchilari dedik. Aslida bularda, ya'ni bunday ijrochilar yaxshilik elchilari hisoblanishadi. Xo'p, suhbatda davom etadigan bo'lsak, Umidjon Mamadali, hozir o'qishni muayyan bir bosqichidasiz va davom ettirish qanaqa kelgusidagi maqsadlar, oliy ta'limda ham davom ettirishmi? Xudo xolasa Toshkentda Yunus Rajabiyga topshiramiz. Erni bitirganimizdan keyin magistraturada o'qiymiz. Keyin xudo xolasa o'sha Adham ustoz-olimlarga ishlashga, o'qituvchilikka kelamiz. Zo'r. Men faqat haligi o'qish bilan cheklanasizmi? Keyingi bosqichlar haqida ham ma'lumot berasiz. Mamadali, sizda ham shunmi? Miz deb haligi uchinchi shaxs bunda ham gapirdilar. Biz an'anaviy cholg'u bo'lganligi uchun bizning yo'nalishimizda institut o'sha Yunus Rajabiy nomidagi maqom institutida Toshkentda joylashgan. Xudo xolasa 11-sinfni bitirgandan keyin shu yerga topshiramiz. Yerda bitirib. Shu maktab o'quvchisi. Yerda bitirgandan 11-sinf. 11-sinf. Ozgina qolibdi. Hech qancha qolmabdi. 6 oy, 5 oy vaqt qoldi. Xudo xolasa. Juda yaxshi. Hozir sinfdoshmisizlar shunda yoki? Sinfdosh. Qaysi maktab? Jizzax ixtisoslashtirilgan san'at maktabi. Musiqa maktabi. Bo'ldi. Men o'ylabmanki, hozir musiqa maktabni qaysidir bir bosqichida ta'lim olib turib, keyinchalik o'zgartirilgan deb o'ylagandim. Yo'q, bo'ldi. Siz boshida tanishtirganingizda yodimda edi, faqat birozgina chalg'igandek bo'libman. Endi yigitlar, menda savol tug'iladi. Necha yildan beri shug'ullanasizlar hozir? Menga 7-yil ketyapti. 7 yil. 11-yil. Men tasavvur qilyapsizmi? Yana 5-6 yil magistraturasi bilan hisoblaganda. Nimani o'rganish mumkin yana? Buni haligi piri bo'lib ketmaydimi? Yoki hali o'rganadigan narsangiz ko'p deb hisoblaysiz? Maqom usullarida o'rganadigan narsamiz ko'p. O'sha doira chalinish yo'lida, ya'ni ustozlarimiz juda aniq chalishadi. Bu darajaga chiqishga bizga hali bor. Haligi bir nechta doiralarni terib olib chalishlarini aytyapsizmi? Ular ham o'sha chalish uslubida aniqlik bo'ladi. O'ng qo'l, chap qo'l ishlashi bir xil. Buni faqat professionallar anglaydi. Bizni ustozimiz Adham Ochilov shu yo'lda chaladilar. O'ng qo'l, chap qo'l juda aniq chiqadi. Va albatta hali o'rganadiganlarimiz ko'p, hali bilmaganlarimiz talay deb o'ylashni o'zi bu hali katta narsa. Demak, hali shunchaki mana 11 yildan beri yoki 7 yildan beri shug'ullanaman bo'ldi endi deb to'xtab qolgan qayoqda? Yo'q, hali o'rganishimiz kerak bo'lgan narsalar ko'p. Ustozlarimiz hali qo'llab-quvvatlashadi, ko'p narsa kutishyapti bizdan degan shogirdlarning bor ekanligi bizni xursand qiladi. Tashrif uchun rahmat aytamiz. Nasib bo'lsa kelajakda bundan ham katta xalqaro tanlovlarda nufuzli o'rinlarni egallaysiz degan umiddamiz. Va aytib o'tganimizdek, nafaqat ota-onangiz, balki ustozlar ham sizga katta bir ishonch berishgan, katta bir mas'uliyat yuklashgan. Mana shu mas'uliyatni, mana shu ishonchni oqlaysiz degan umiddamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Studiyamizga yana ham fayz kiritganingiz uchun xursandmiz. Shunday bir yaxshi o'zlarining hissasini qo'shdi. Ular ham hozir ota-onalari tomosha qilib turishibdi. Va Adham aka Ochilovni nazarimda bu suhbat davomida bir kamida 10 ga yaqin nomlar tilga olindi. Adham aka juda ham ko'p studiyamizga salomlar bo'lsa, yigitlarda albatta yo'llab qo'yish kerak. Biz bu imkoniyatni beramiz. Ozgina vaqtimiz bor-ku, lekin foydalanishga harakat qilamiz. Umidjon, kimga salomlar? Avvalo
avvalambor ota-onamga, keyin ustozlarimga, shu ota-onamga bu san'atga kirib kelishimga ota-onamga katta rahmat aytaman. Birinchi o'rinda birinchi ustozim Hakim Jo'rayevga rahmat aytaman. Qolgan ustozlarimga, Adham Ochilov ustozimizga katta rahmat aytaman. Eng katta rahmatimni shu ota-onamga aytaman, shu san'atga qo'shganlari uchun. Bizni tomosha qilishyapti hozir bu ehtimol. Salomlarimizni yo'llab qo'yamiz albatta. Muhammad Ali, davom etamiz. Mana ham shu ota-onamga birinchi navbatda ustozlarim, umum ta'lim ustozlarim, umum o'rta ta'lim 19-chi maktabda o'qiganman. Asiljon Haydarov, Adham Ochilov ustozim. Kattakon rahmat aytaman ularga. Shu darajaga chiqishimga sababchi insonlar, ota-onam, ustozlarim, yaqinlarim bo'ladi. Salom. Bu yigitlar hozir bilasizmi, nima xatoga yo'l qo'yishdi? Salomlar. Sinfdoshlar qolib ketdi-ku. Bular ko'tarilib ketdi bular xalqaro tanlovlarga chiqib. Bizga salom yo'llashmadi. Sinfdoshlarga ham salom bor-a? Sinfdoshlar sizlarga ham albatta salom bor. Yigitlar, katta rahmat. Elbekga. Elbekka? Juda zo'r. Elbek tomosha qilayotgan bo'lsa. Ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Tashrifdan, bizning muvaffaqiyatingizdan biz ham xursandmiz, shodmiz. Ota-onangizga, yaqinlaringizga, ustozingizga bizni ham salomlarimizni yetkazib qo'yasiz.